Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024 matematika variantlar to'plamining ikkinchi variantini tahlil qilamiz. Birinchi savolda ifodaning eng kichik qiymatini toping deyapti. Oldin biz ifodadan hosil olamiz va uni 0 ga tenglaymiz. Bizda a teng 1 chiqdi va endi shuni ifodaning o'ziga olib borib qo'ysak, ifodaning eng kichik qiymatini topgan bo'lamiz. İkinci savolda soddalashtiring deyapti. Birinchi kasrni noto'g'ri kasrga aylantirib olib, qovusdan ochib chiqsak, oddiy hisob kitob bu yerda -7 chiqar ekan. Uchinchi savol: agar n va m natural sonlar uchun 6n - 4m taqsim n teng 1 tenglik bajarilsa, 1 taqsim n plus 2 taqsim m ifodaning eng katta qiymatini toping deyapti. Bu yerda quyidagi soddalashtirishlarni keltirsak, m taqsim n teng 5 taqsim 4 bo'lar ekan. Ya'ni m va n'lar 5 va 4 ga proporsional. 1 taqsim n plus 2 taqsim m eng katta bo'lishi uchun n'lar eng kichik bo'lishi kerak va 5 va 4 sonlarga proporsional bo'lishi ham kerak. Bu holda m teng 5, n teng 4 deb olish mumkin. Bu holda m va n'lar o'rniga olib borib qo'ysak, ifoda bizlarda 13 taqsim 20, ya'ni D javob chiqar ekan. To'rtinchi bu oddiy hisoblash. Chiqdi. Hamma bilsa kerak. 6-chi bo'lsa, a ko'paygan buni toping. 9a darajasi teng 343 ni a teng logaritm 9 asos kira 343 deb yozib ola olamiz va buni ham soddalashtirsak, bizlarda a teng 3 logaritm 9 asos kira 7. 49 darajada bu teng 81. Esa bu teng logaritm 49 asosga kira 81 deb yozib ola olamiz va bu quyidagicha soddalashtirishlar keltirsak, bu yerda ketib bu logaritm 7 asosga kira 9 hosil bo'ladi va a ko'paygan bu 3 logaritm 9 asosga kira 7 ko'paygan logaritm 7 asosga 9 bular teskari bo'lgani sababli bularning ko'paytmasi 1 ga teng. Bu holda a1 ning ko'paytmasi 3 ga teng. 6-savol. Oxirgi raqamni toping deyapti. Bu yerda oldin 2 ning 2021-sini oxirgi raqamini topib, keyin 3 ning 2021-sining oxirgi raqamlarini topib, ikkalasini qo'shib va ularning oxirgi raqamini topamiz. 2 davriy ikkinchi darajali har 4 tadan keyin oxirgi raqamlar bir xil sonlar bilan tugaydi. Ya'ni 2 ni birinchisi 2 bilan tugaydi, 2 ni 5-inchisi ham 2 bilan, 2 ni ikkinchisi 4 bilan tugasa, 2 ni 6-inchisi ham 4 bilan tugaydi. Bu holda 2021 ning 5 ga bo'lamiz. Natijada bizga 1 qoldi. Demak, bu son 2 bilan tugar ekan. Endi 3 ham xuddi 4 davrda aylanib keladi. Agar darajani 4 ga bo'lganda 1 qolsa 3 bilan tugaydi, 2 qoldiq qolsa 9 bilan tugaydi, 3 qoldiq qolsa 7 bilan tugaydi. Agar qoldiq qolmasa 1 bilan tugaydi. Holda 2022 ni 5 ga bo'lganda bizlarda 2 qoldiq qolsa, demak 9 bilan tugaydi. Shuni 2022-si 9 bilan tugasa, ularning yig'indisi 2 + 9 11, ya'ni 1 bilan tugaydi. Javob bu javob. 7-savol. Birinchi hadda 4 ga a1 teng 4, hadlar ayirmasi d 5 teng bo'lgan arifmetik progressning nechanchi hadi 464 ga teng deyapti. Bu yerda a(n) teng a1 plus n minus 1 d n hadini topish formulasidan foydalanamiz. Bu yerda a1 4 d teng 5 bo'lgan sababli bu yerdan soddalashtirishlardan n teng 93, ya'ni 93-hadi 464 ga teng ekan. 8-savolda esa bo'lsa x plus y plus z ni toping deyapti. Bu yerda uchtasini
sistema qilib olsak, birinchi ikkitasidan birinchini tenglamani 3 ga ko'paytirib, y'larni yo'qotamiz. Holda bizlarda y'lar ketgandan keyin x va zlar qoldi. Uchinchisida bu yerdan qulay bo'lish uchun x'larni yo'qotamiz. X'larni yo'qotganda, farqi qaysisini yo'qotganini, x'larni yo'qotsak, x'larni tenglab yo'qotdik. İkinci sistema tenglamani 9 ni ko'paytirsak, shu hosil bo'ldi. Unda pastdagidan tepadagidan ayirib yuborsak, bu yerda z teng -24 taqsim 7, ya'ni -3 taqsim 3dan 7 degan javob bo'ldi. Endi agar z shunga teng bo'lsa, 3-tenglamadan x ni topib olamiz. Bizlarda x bu yerda tenglama netishdan 16 taqsim 2 da 7 ga teng ekan. 16/2 da 7 ga. Bu holda bu yerdan y ni topib olamiz. Birinchi tenglamaga x ni olib qo'yib, y minus 3/6 chiqdi. Endi bularni yig'indisi esa hisoblasak 9 chiqdi. Javob bu yerda siz javobga to'g'ri kelar ekan. 9-savol hisoblash kerak. Bu yerda 6 da 2 ni 2023-si, bu yerda 16 ni 4-chi deb yozib olish mumkin. 3 ko'paygan. Keyin 4-chisining 6-chisi. Bu yerda 6 ni 3 ko'paygan 2 desak, 3 ko'paygan 2 ni 23-chisi bilan 24-chisi bo'lib ketadi. Daraja va suratlar ham bir xil. Demak, javob qisqarib ketib 1 chiqadi. Bu bir javobga to'g'ri keladi. 10-savol, agar in plus 2 minus in plus 1 minus in bo'lsa, a1 6 a2 5 bo'lsa, a1 plus a2 va hokazo a2 1022 ifodaning qiymatini toping deyapti. Bu yerda a1 6, a2 5, a3 ni hisoblasak minus 1, a4 ni hisoblasak minus 5, a5 ni hisoblasak minus 6, a6 ni hisoblasak 1, a7 ni hisoblasak 6, a8 ni hisoblasak 7, bu yerda a9 ni hisoblasak minus 1, a12 minus 6, a11 minus 12 minus 5, a12 esa 1 ga teng bo'ladi. Bu yerda bu holda 2006 davrida aylanib kelar ekan. 2022 ni 6 ga bo'lamiz. Demak, bizlarda 0 chiqdi. U holda bizlarda oxirgi xallar ham a 2016 6 ga, a 2007 5 ga, 2018 minus 1 ga, 2024 minus 5 ga teng bo'lar ekan. a 2024 1 ga teng bo'lsa, 5 ga emas 1 ga teng bo'lardi. Mana deganda qolmadi, qolmasa 1 bilan tugaydi. U holda ularni ham barchasini yig'indisi, ularni yig'indisini hisoblaganda qancha bo'lsa shu sonlar aylanib kelaveradi, shunga ko'paytirib qo'yamiz. Masalan, bularning yig'indisi 0 chiqyapti. Bu yerda nechta marta aylanib kelsam, 0 ni nechtaga ko'paytirsak ham bari 0 chiqadi. Demak, bularning hammasining yig'indisi 0 ekan. 12-savol hisoblang deyapti. Buni kasrga aylantirdim. 0,2 ning kvadrati 0,2 1 taqsim 5, 5 taqsim 5 ning kvadrati. Bu yerdan soddalashtirishlardan 5 ni minus 2 ni istedim va ikkalasini ko'paytirib qo'yadim. Natijada 5 ning kubi, bu yerda 8 ning 2 taqsim 3-si, ya'ni kub yuzasida 2 ning kvadrati 4. 125 dan 4 ni olsak 121 chiqadi. Javob bu javobga to'g'ri keladi. 12-savol. Agar bo'lsa, x ko'paygan, y ko'paygan zning qiymatini toping deyapti.
Bu yerda bu taraf ham x ga teng bo'ladi. Chunki bu x davom etyapti. U holda x teng nizosi 42 minus x. Bu yerda kvadratga ko'tarsak ikki tarafini ham quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Va bu yerda x 1 minus 7 x 2 6 ga teng. Minus 7 ni olamiz chunki ildizdan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Demak 6 ni olamiz. Ya x 6 ga teng bo'lar ekan. U holda bu yerdan hisoblasak, bu yerdan ham bu yoq taraf ham y ga, bu ham x davom etgani sababli holda y teng x. Nizosi x plus y. Bu yerdan kvadratga ko'tarib bir tarafga o'tib yorsak, bu yerda tenglama hosil bo'ladi. Bu yerda x 6 ga tengligi ma'lum. Bu yerda y ni topsak y 3, y minus 2 chiqdi. Minus 2 ni ola olmaymiz chunki bu yerda ham ilzosida y turibdi. Bu yerda ham ilzosida ildizdan manfiy son chiqmaydi. Demak, shuni olamiz. Bu yerda ham x ketgan sabab bu taraf ham z ga tengligidan z teng ilzosi y ko'paygan z. Bu yerdan z kvadrat teng y ko'paygan z. Zlarni bitta qisqartirib yuborsak, y teng z ga va u ham 3 ga teng bo'lar ekan. Bu holda x ko'paygan y ko'paygan z teng x 6 y 3 z 3 ularning ko'paytmasi 54. 13-savol. Soddalashtiring deyapti. Qovuslarni ochdik. Mahrajdan ham suratdan ham soddalashtirishlar keldi. Bu yerda ikkitasidan a ni chiqarsak va ikkita qisqarib ketadi. Ikkitasidan b ni chiqarsak quyidagicha ko'rinish hosil bo'ladi. Bu javob sizlarda C javobga to'g'ri kelar ekan. 14-savol. Agar fx teng bo'lsa fx ni toping deyapti. Bu yerda oddiy hosil olish kerak. Hosil olingan. Soddalashtiring deyapti. Bu yerda 4 ga mahraj berib, umum mahrajda yozadigan bo'lsak, quyidagicha soddalashtirishlar keladi. Bu yerda bu bilan bu qisqarib a-1 ni o'zi qolar ekan. Javob A javobga to'g'ri keladi. 16-savol. Bo'lsa dedi, men hisoblang deyapti. Bu yerda sini 2 marta yozib oldik. A minusi plus B minusi bari bu bilan bu bir xil. Bu yerdan buni bir tarafga o'tirdik. A minusi teng minusdan B minusiga teng bo'ldi. Endi B minusini o'rniga minus A minusini qo'ysak, plus bilan minus bo'lib ketadi va bizlarda mana shu ifoda hosil bo'ladi. Undan endi 1 ni ayirsak, mahraj tenglab yuborsak, bizlarda mana shu ifoda hosil bo'ladi. Bu ham minus bu taqsim c. Bu yerda minus bu taqsim c ham a minus bu taqsim c ga teng sababi bu yerda buni o'rniga a minusini qo'yib bersak, ular qisqartirib javob 1 chiqar ekan. Bu yerda xato berilgan kesibdi. C javob 1 bo'lishi kerak edi. Keyingi savol, 17-savol. Ushbu funksiyaga tegishli nuqtani toping deyapti. X o'rniga 1 ni qo'ysak, y plus 4, 4 dan 22 ni 2022 ni olsak, minus 2018. Demak, A javob to'g'ri kelyapti. Bu javob qo'ysak, minus 1 plus 3, 2. 2 dan 2020 ni olsak, 2022 ni olsak, minus 2020. Lekin 2019 bu javob to'g'ri kelmaydi. X o'rniga 0 ni qo'ysak, minus 2022, chunki bu yerda 2020. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Demak, to'g'ri javob A. 18. Sonlarning eng katta umumiy bo'lishini toping deyapti. Bu yerda ekibni topish kerak. Bu yerda tub darajali ko'paytiruvchilarga ajratib
ilk hukm topshiriqda ikkalasidan borini ham yo'qini ham eng kichik darajalari olinadi. Yo'q, kechirasiz. Ekubda ikkalasidan borini eng kichik darajasi olinadi. Yani bu yerda ekubi 3 son ekubi 12 ekan. Bu javob. Keyingi savol 19-savol. Ko'paytmaning oxirgi raqami nechta 0 bilan tugaydi deyapti. Bu yerda 2 dan 90 gacha ko'paytirsak, har bittadan 10 ta. 92 dan keyin 100 ni ko'paytirsak, 2 ta 0 ga ko'payadi va 12 ta 0 bo'ladi jami. Bu bizlarda bu ham xato bergan ketdi. Bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol 20. Sut sotuvchi sutning litrini 8 so'mdan sotib oladi. 4 litr sutga 1 litr sut qo'shib, uning litrini 1000 so'mdan sotadi. Sotuvchi bu ishda necha foiz foyda qiladi? Agar u 1 litr 4 litr 800 so'mdan sotib olsa, 3200 so'm bo'ladi. Va unga 1 litr sut qo'ysa 5 litr bo'ladi va uni 1000 so'mdan sotsa 5000 so'm. Bu holda olingan pulda o'rtachasak 1800 so'm foyda. Bu holda 4 litrda 1800 so'm foyda bo'lsa, 1 litrda 450 so'm foyda. Bu holda u 1 litrni 800 so'mdan olib 1250 so'mdan sotar ekan. 800 so'm 100% bo'lsa 1250 so'm x foiz. Demak u 156,25% foyda bilan, ya'ni 56,25% foyda bilan sotar ekan. Keyingi savol 21. Bo'lsa x ko'payiga y ni toping deyapti. Bu yerda x teng logaritm 7 asosiga 9. Bu ham logaritm 7 asosiga 3 ning kvadrati oldiga tushirib soddalashtirsak 2 logaritm 7 asosiga 3 hosil bo'ladi. Y ni topsak esa logaritm 3 asosiga 7. Ularning ko'paytmasi, ya'ni ikkitasining ko'paytmasi birga teng va 2 ni birga ko'paytirsak 2. Javob 2. Bu bir javobga to'g'ri keladi. Keyingi yoyilmaning 3-xati o'zgarmas sondan iborat bo'lsa, bu xatni toping. Bu Newton binomi bo'yicha yoyilgan. Bu Newton binomi deb YouTube'ga qidirsangiz, uni batafsil o'rganib olishingiz mumkin. Men bu yerda qisqartirib yozib qo'ydim. Bu yerda ularni soddalashtirsa 2 ni x minus 2-si, bu yerda x ni minus 4-si bilan minus x ni minus 6-si. Agar bu o'zgarmas son bo'lsa, bu yerda x bo'lmaydi. Bu holda m minus 6 0 ga teng m 6 ga x ni 0-si 1 bo'lib, bu yerda x qatnashmadi. Bu koeffitsiyentning oldida o'zgarmas son bo'lsa. 3-xati o'zgarmas sondan iborat bo'lsa, u holda x qatnashmaydi. Demak, x ni darajasi 0, ya'ni 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda m teng 6 bo'lsa, 2 ni m minus 2-sidan 2 ning 4-si. Bu yerda s 2 da m, ya'ni 2 dan 6 ko'paytirib shu ozod xatni topib olamiz bu yerdan. Demak, bu yerda hisob kitobimiz 240 chiqdi. Endi keyingi savol 23-savol. Ning nechta natural qiymatida son butun bo'ladi? Bu yerda yangi bo'lib yuborsak 16 taqsim n. Bu yerda 16 n 16 ning natural bo'lishlar soni bo'lganda 16 n ga bo'linganda butun son chiqish uchun n 16 ning bo'lishlari bo'lishi, ya'ni n bo'lishi mumkin 1, 2, 4, 8 va 16. Demak 5 ta. 16. Keyingi savol 24-savol. Temirning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Bu yerda mahraj berib yubordik. Buni bitirib o'tirdik. Bizlarda quyidagicha tenglama hosil bo'ldi. Ularni soddalashtirib x1 teng minus 1, x2 teng 1 taqsim 2. Ularning yig'indisi esa
minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. 25-savol hisoblang deyapti. Bu yerda biz 179 gacha yozib olamiz sinus 1 dan va sinus 180 gradus va sinus 180 bilan 180 plus 1, 182 180 plus 2 va hokazo 359 ni sinus 180 plus sinus 179 deb yozib olamiz. Endi sinus 179 gacha yozdik va sinus 180 0 ga teng. Bu 3 chorak sinus minus 1 ga va sinus 180 plus 2 sinus minus 2 ga va hokazo sinus 180 plus 9 sinus minusdan sinus 179 gradusga teng va bular qisqarib ketadi hammasi. Demak bizlarda javob 0 chiqar ekan. Ham A javobga to'g'ri keladi. 26-savol. Ishchining oylik maoshi 9000 so'm. Agar uning maoshi 30% ga kamaytirsa, u qanchaga maosh oladi? 30% ga kamaysa, u 0.7%. Ya'ni 6300 so'm oladi. 27-savol. Soddalashtiring deyapti. Bu yerda umumiy makhrajni berdimda x kvadrat tepaga chiqarib berdim. Bu yerda ham x ni tepaga chiqarib berdim. Umumiy makhrajni berib shunaqa ifoda hosil bo'ldi. Ularni ko'paytiruvchilar ajraldi. Bu yerda x minus 1 lar qisqarar ekan. Demak bizlarda x minus 2 taqsim x minus 1. Bu ham siz javobga to'g'ri kelar ekan. 28-savolda ifodani soddalashtiring deyapti. Oldin koeffitsientini hisoblab oldik va bizlarda shu javob chiqdi. Endi soddalashtirganimizni nimaga olib qo'ydik? Ifodani o'ziga. Bu yerda A plus 4 plus A plus 4 83 qisqarishmalar keldi. Va bizlarda 5 taqsim. Bu yerdan umumiy ko'paytirishni ko'rsatishni chiqardik. Bu yerda yana makhraj tingladik. Minus 3 dan berdik. 5 minus 6 taqsim. Shunday hosil bo'ldi va bizlarda A ni o'rniga minus 0.2 ni qo'yib hisoblaganda shunday hosil bo'ldi va bizlarda minus 5 taqsim 9 degan javob hosil bo'ldi. Hisoblang deyapti. Oldin biz 6 minus 1-chi bo'ladi bu va minus oldiga tushadi. Bu yerdan minus oldiga tushib bu yerda bu minus bilan plus bo'lib ketdi, bu ham minus bilan plus bo'lib ketdi. Demak bu bunga teng. Bu logaritm 6 asosiga 3 aylantirib tashlab yozdik. Bu yerda uchtasini ko'paytmasi logaritm 6 asosiga 6 ni beradi. Ya'ni bizlarda logaritm 6 asosiga 3 ko'paygan 4 taqsim 2 bilan logaritm 6 asosiga 6 ni beradi. Bu ham 1 ga teng. 30-savol endi bizda koin qanday qiymatida ko'p xatni x minus 2 ga bo'lganda qoldiq 6 ga teng bo'ladi. Oldin ko'p qatnashganini x minus 2 ga bo'lamiz. Bizlarda natijada ko'x plus 2 x minus 6 bu yerda 6 qoldiq qolishi uchun minus 6 ga ko'paytirish kerak, chunki minus 12 minus 6 dan minus 12 ni olsak 6. Bu yerda 6 ga ko'paysa 6x bu yerda plus bo'ladi 6x minus 12. Demak bu yerdan ko'p plus 2 teng bizlarda 6 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda qisqarib 6 qoldiq qolishi uchun. Demak bu yerdan ko'p teng 4 ga teng bo'lishi kerak. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Agar vaqtingizni ayamay videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, katta rahmat. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, demak biz maqsadimizga erishdik. Nasib qilsa shu bir oy ichida 2024 matematika variantlar to'plamini barcha variantlarni shu video ko'rinishida tahlil qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.